Assalamu alaykum turdashlar. DIY bilek arqalıq başlatmaş rəsmini sözləb bilsək, həm də mavi rəsmlik tema səhifələr bu tema çıxışını bu sözləydi. Turdashlar qanın bunu bilek qoşub, qətib bu jarayonda işlətib baxsanlar buludu. Həm də hazır dərsimizin bir saat dərsi var. Bunda statistikasını çıxışını sözləb bəsəm, aldılan biz bu yerə 100% gram qıdımını qataydı. Onu keyindən bilek modelden ko'rgazma turi, uni keyin tinch bilek. Bekat e'lon degandan qarab kelib, ani va santan statistika degan shu. Tanladik. Endi qaysi ishlarni statistika qilib turdik qaranglar. Umum bekatlik umum yazma soni, grup soni, grup qurmadik. Buni bir salımsak bo'ldi. A'zo soni. Uni keyindan munbar bugungi yazma, munbar tunugungi yazma. Hozir to'rda a'zo, eng yuqori rekord, yangilik, mavqason, kundalik xotira, albom, rasm, hambayir deganini tanladik. Mavqaga misha ko'rgan ismi, buni har bir minut bir qatam yanglab tug'in deb buyruqni berib saqlab etdim. Bo'ldi, mana qaranglar. Bekatdagi jam yazma 1879, a'zo 727 ta. Bugun yo'llangan yazma 17 ta, tungi 19, to'rdagi a'zo 33, yuqori rekord 518 degandek statistiklar shunga chiqadi. Buloqchamlarning statistikasi deb yozib, buni men 10 ga 500 piksel yurishtirdi. Xatning cho'nkligi 20. Xatning rangi oq. Endi men tagga rang veray, yeşil ranglik bo'lib kesdim. Bo'ldi. Mana chiqdi. Mana va shakl mayonizga o'zinglarni ishlatmayman desanglar, shaklligini aytishlar o'zinglarga shaklini tanlab olsanglar bo'ldi. Mayadiki mavzu rangini o'chirib chiqmaydi ekan bu. Mavzu strategiyaga o'chirish belgisi bilan tanlab o'chirib olsanglar bo'ldi. Bu yerdan qaranglar, o'tirg'i chiqib oldi. Bu yerga sababni va yaymayman men to'g'risiga ish qilib butun holatga akbatdilar. Mana shucha chiqasanglar bo'ldi, saqlab etdim. Masal buzilyapti. Xatolik qilgasi biz mavzulamay qo'ydik ham bu yerni ishlatmayapsiz buni. Men üst qismidagi mavzu o'rnini chiqarsa qo'ydik ekan. Men mayaqdiki va mana oliyalarga o'tibmiz a. To'g'risi mana xatolarga o'xshashi mumkin. Qanday o'zgartimiz deb qolmaydi. Shakl yo'q. Mavzuni ishdan mavzuni chiqaraylar buni. Mavzuni yozib o'tay. Mananga aniq shakl chiqaray. Shaklga mana chiqarsak mana ko'rkamaz chiqar ekan a. Endi mana bir yanram belgilashni so'zlamasam bo'lar. Shakl deganda lam yani 1 piksel qilib qo'yib, mana yanram 1 piksel shaklisining o'zgarishsiz rangi, ash rangga moslashtirganroq rangidan birini tanlab olsak bo'ldi. Mush rangga tushib qoldi ekan a. Bo'ldi, saqlab etdim. Bu statistika ma'lumotni paydo bo'ldi mana. Atrofda ramkalar bor. Amma oldida masayibida qaraydigan bo'lsa do'stlar, tag'amsiz 10 tarafdagi ramka chiqmaganlik, siziq chiqmaganlik. Nima qilsa men 0 qilib etdim, buni 0 qilmay, hozir qilgan atrof orliqi degan gapni 1 piksel qilib olsam to'liq chiqadi mana siziqlar. Darsim shagacha bo'lsin, xayr xo'sh.